Assalomu alaykum hammaga yorobun. Bugun men ertalabki yuz parvarishimni sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun menga Roundlab firmasining kuperozli va aknega moyil yuzlari uchun bo'lgan sonnamu lineyka seti kerak bo'ladi. Birinchi navbatda yuzimizni penkada yaxshilab yuvib olamiz va ikkinchi navbatda albatta tonerdan foydalanamiz. Toner bu serum uchun yanada yuzning ichki qatlamalariga kirishiga juda ham yordam beradi. Ikkinchi navbatda serum ham juda ham yuzni tinchlantiruvchi xususiyatga ega. Va uchinchi navbatda losyonni nimaga ko'p Koreyada foydalanishadi? Chunki kremdan ancha yengilroq, chunki hozir yozdagi vaqtga aynan losyon juda ham yordam beradi. Va oxirini esa va shunaqangi prozrachniy maskalar bilan yopib olamiz. Bu ham qo'shimcha tinchlantirish va terini sovutishga juda ham yordam beradi. Ertalab SPF dan oldin juda ham teriga yaxshi yordam beradi.